Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi uchrashuv. Terma jamoa sardori Eldor Shomurodov 10-daqiqada hisobni ochdi va ushbu gol bilan O'zbekiston o'z tarixida ilk marta jahon chempionatidagi o'yinda yetakchilikni qo'lga oldi. Biroq bu quvonch atigi 58 daqiqa davom etdi. O'zbekiston uchun ilk jahon chempionati Atlantada Kongo Demokratik Respublikasidan 1-3 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlandi. Yoan Vissa ikkinchi taymning 68-daqiqasida penaltini aniq amalga oshirdi. 78-daqiqada Fiston Mayele kongoliklarni oldinga olib chiqdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda esa Vissa dublini rasmiylashtirdi. Ko'chada urushganda ham odamlar o'zidan kuchliroq odamni urushayotganda sal dovdiragan payti ko'proq urib olish kerak-da. Agar u yana o'ziga kelib oladigan bo'lsa, o'rnidan turib oladigan bo'lsa, albatta zarbalar beradi. Kuchlar o'rtasida ozgina farq bor. To'g'ri, Kolumbiyachalik emas, Portugaliyachalik emas, lekin Kongo ham bizni terma jamoamiz bilan nomma oladigan bo'lsak, ligalarni oladigan bo'lsak, farq bor edi. Va o'sha farq menimcha ikkinchi bo'limda o'sha jismoniy tomonlama, taktik tomonlama o'zini yaxshi ko'rsatdi. Bu haqli g'alabani qo'lga kiritdi. O'zbekiston termasining guruh bosqichi natijasi 3 ta mag'lubiyat. To'plar nisbati 2-11. Kolumbiya 7 ochko bilan guruhda birinchi o'rinni egalladi. Portugaliya 5 ochko bilan ikkinchi bo'ldi. 4 ochko to'plagan Kongo Demokratik Respublikasi 3-o'rin egalari orasidagi eng yaxshi jamoalardan biri sifatida play-offga yo'l oldi. O'zbekiston esa guruhni ochkosiz yakunladi va uyga qaytdi. Endi biz zaif tomonlarimizni bilamiz. Jahon chempionati darajasida o'zimizni sinab ko'rdik. Kolumbiya va Portugaliya o'yinlari esimizda qoladi. Biz 0 ochko to'plagan ekanmiz, demak, bu bizning o'rnimiz. Endi asosiysi o'sish. Muxlislarni xursand qila olmaganimiz uchun ulardan uzr so'rayman. Mutaxassislar bunga bir emas, bir nechta omil sabab va bu sabablar bir-biriga bog'langan zanjir demoqda. Jumladan, jamoaga ilk bor amalda duch kelgan raqiblar darajasi, turnir tajribasining yetishmasligi va maydonga chiqishdan oldin qabul qilingan qarorlar. Первый фактор это я уже сказал, это тренер. Второй фактор это Birinchi omil bu murabbiy. Ikkinchi omil mening fikrimcha ayrim futbolchilar o'zlarini o'yinga to'liq bermadi. Ehtimol bu jarohat olib qolish va endigina rivojlana boshlagan klubdagi faoliyatiga zarar yetkazishdan qo'rqqani bilan bog'liqdir. Uchinchi asosiy omil esa qur'a tashlash natijasi bo'ldi. Ular juda kuchli guruhga tushib qolishdi. O'yinlar taqvimi ham ta'sir ko'rsatdi. Masalan, agar ular dastlab Kongoga qarshi o'ynaganida natija boshqacha bo'lishi mumkin edi. Ammo ketma-ket ikkita mag'lubiyatdan keyin ruhiy jihatdan tiklanish juda qiyin. Ayniqsa Portugaliyadan 0-5 hisobida yutqizgandan so'ng bunday holatdan chiqib keyingi o'yinda g'alaba qozonish juda mushkul. Если бы первая игра была с Конго, да, потом с Колумбией, потом с Португалией, может быть, спокойно даже со второго места выходить было. Chempionatdagi o'yinlarda tabloda ko'rinmaydigan, ammo har bir o'yinda sezilgan yana bir omil bor edi. Ko'plab mutaxassislarning fikricha, bu yerda gap taktika emas, balki psixologiyada ketmoqda. Bunday darajadagi turnirda ilk bor qatnashgan jamoa hali ruhan tayyor bo'lmagan bosimga duch keldi. Agar maydonda harakat qilayotgan 11 nafar futbolchidan kamida 3-4 nafarida hayajon bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonch bo'lmasa, bu o'ta qiyin narsa bo'ladi. Biz 3 chala o'yinni ham shuni evaziga yutqizdik deb hisoblayman. 3 chala o'yinda ham. Chunki meni nazdimda terma jamoa futbolchisi birinchidan doimiy progressda ketayotgan futbolchi bo'lish kerak deb hisoblayman. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda terma jamoa futbolchisi yo to'g'ri pas berish kerak, yoki to'pni ushlab turish kerak-da. Agar ikkalovi ham bu aynan shu duh bilan bog'liq. To'pni ushlab turgan paytda mandaraj bo'lmasligi aynan duh bilan bog'liq narsa. Misol uchun alohida konkretni futbolchilarga nimadir deyishimiz hozir to'g'ri emas. Jahon chempionatida biz gol urdik, hattoki 4 ta gol urdik shakil, mayli ikkitasi hisoblanmaganda munosib qarshilik ko'rsatdik. Qaysidir daqiqalarda tengma-teng o'yna olishimizni ko'rsatdik. Lekin o'ziga bo'lgan ishonch men nega Eron bilan solishtirdim? Deyarli bir xil saviyadagi terma jamoalarimiz, Osiyo nuqtai nazarida. Lekin Eron istalgan jahon chempionatida istalgan terma jamoa bilan o'yna oladi-da. U xoh Argentina bo'lsin, u xoh Belgiya bo'lsin, u xoh Niderlandiya bo'lsin, ya'ni top terma jamoa bilan ham o'sha darajada o'yna oladi, yuta olmasa ham. Endi shuni o'rganishimiz kerak deb hisoblayman. Bu mag'lubiyatlar to'liq Kannavaraniki, futbolchilarniki emas. Individual xatolar ham aynan taktik xatolar ortidan keldi.
Chempionatdagi bu natijalardan so'ng eng katta bahs yana murabbiy atrofida kechmoqda. Aksar faollarga ko'ra, aslida terma jamoani jahon chempionatiga Cannavaro olib chiqmagan. Saralash bosqichida jamoani mahalliy mutaxassis Timur Kapadze mundialga olib chiqqan edi. Keyinchalik esa uning o'rniga italiyalik mutaxassis tayinlandi. Portugaliyadan 0-5 hisobidagi mag'lubiyatdan so'ng bu tayinlovdan tanqidlar yanada kuchaydi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi huzuridagi milliy terma jamoalar sobiq direktori Azizbek Haydarov ham o'z fikrini ochiq bildirdi. Fabio Cannavaroni O'zbekiston terma jamoasiga nega taklif qilishganini tushunmayman. Unga bunchalik katta pul to'lashning nima keragi bor edi? Shu mablag' evaziga jamoani, bizning futbolimizni, futbolchilarimizni va mentalitetimizni yaxshi biladigan o'z mutaxassisimizga ishonib topshirish mumkin edi. Finance Football portaliga ko'ra, Cannavaro jahon chempionatidagi eng yuqori maosh oluvchi murabbiylardan biridir. Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiysi Roberto Martinez bilan birga 5-o'rinni bo'lishadi. Yiliga taxminan 4 million yevro. Avvalroq xuddi shu raqamni insider Fabrizio Romano ham tilga olgan edi. Aynan shu summa tanqidlarning asosiy nishoniga aylandi. Ammo portalning o'zi reytingdagi ma'lumotlarning bir qismi rasmiy tasdiqlanmaganini qayd etadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi esa ushbu summani rad etmoqda. Assotsiatsiyaning birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatovning aytishicha, Cannavaroning maoshi 4 million yevro ham, uning yarmi ham emas. Biroq tomonlar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, shartnoma tafsilotlari oshkor qilinmaydi. Bu orada jamoatchilikda murabbiyning musobaqadan keyingi xatti-harakati ham savollar paydo qilgan. O'zbekistonlik jurnalistlar ta'kidlashicha, Cannavaro mag'lubiyatdan keyingi matbuot anjumanida mamlakat muxlislaridan uzr so'ramagan. Jahon chempionati darajasi agar terma jamoani 3 marotaba mundialni yutgan murabbiy boshqarayotgan bo'lsa ham qiyin edi. Biz borimizni berdikmi? Ha, yigitlar hozir kiyinish xonasida xafami? Bu shunchaki dahshat. Menga ishon do'stim, ular borini berishdi. Men ulardan faxrlanaman. Mundialdagi ishtirokimiz qiyin kechishini bilardik. Biz tajriba orttirdik. Ayrim mutaxassislar mas'uliyat Fabio Cannavaroning o'zida emas, avvalo uni turnir arafasida bosh murabbiy etib tayinlash qarorini qabul qilgan futbol rahbariyatida ekanini ta'kidlamoqda. Bunday fikrdagilarga ko'ra, italiyalik mutaxassis mavjud futbolchilar tarkibidan tanlab oluvchi murabbiy xolos. Ya'ni terma jamoa bosh murabbiyining ta'siri ko'pchilik tasavvur qilganidek katta emas. Garchi har bir mag'lubiyatdan so'ng eng asosiy tanqid nishoniga aynan murabbiy aylanadi, demoqda aksar faollar. Cannavaro sehrgar, Merlin yoki Xatabich emas. O'zbekiston yutganda uni hamma maqtar edi. Nima keragi bor Cannavaroni ayblab? Uni olib kelganlarni kim ayblaydi? Bu taklifni bergan odamlarni ismi chiqmaydimi? Shu yaxshiroq natija ko'rsata olmasligini bilgan holda bekordan 4 million yevro sarf qilinganiga tanqid qilishyapti o'zi. Bu natijani kamroq byudjet bilan ham eplasa bo'lardi. Yana murabbiy o'zimizdan bo'lganda xalq yaxshiroq qabul qilardi mag'lubiyatni. Maydondagi natija kamtarona bo'lsa ham, aslida O'zbekiston kattaroq boshqa bir g'alabaga erishdi. Terma jamoa muxlislari jahon chempionatining eng yorqin ramzlaridan biriga aylandi. Jamoani qo'llab-quvvatlash uchun Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistondan muxlislar bordi. Ma'lum ma'noda O'zbekiston nafaqat o'zi, balki butun Markaziy Osiyo nomidan ham maydonga tushdi. Shu tariqa O'zbekiston uchun ilk mundial yakunlari. Protokolda 3 ta mag'lubiyat. Ammo debyut mundial faqat hisobdan iborat emas. Bu mamlakat tarixidagi ilk gol. Bu bitta terma jamoa atrofida birlashgan butun mintaqa. Va O'zbekiston hali javob topishi kerak bo'lgan eng muhim savol. Keyingi chempionat sari qaysi murabbiy bilan yo'lga chiqiladi?